Bugun do'stlar, bugun minikar bo'ladi. Bugun men zo'r qurol modini unutmayman aytgan videomdagidek o'sha modni skachat qilib ko'ramiz. Yana bu mod, ya'ni Guns mod degan bir narsa bor. Rangi shunaqa chiqishi kerak. Qo'yilgan tortib mod yozing, faqat shunday ishonmasangiz men yozganman. Craft men nima deb yozganman, endi birinchi bitta mana chiqib keldi. Mana wow, endi bitta men ko'p ekan. Videoni ko'p cho'zib o'tirmayman. Va birinchi boshladim, kiraman. Yaxshi, bunaqa narsa chiqadi. Kanalni bosasiz. Va to'g'ri kutamiz do'stlar, kutamiz. What the heck? What the do'stlar, yangi qo'shilishlar bo'libdi. Bizlar bundan bexabar ekanmiz. Hammalar qarab, bu versiya reklama do'stlar, reklama. Reklama chiqadi. Hozir chiqadilar. Bu craft Bedrock uchun ekan. Bir tochka 21.30 dan kattalar, hattoki menga bir tochka 1.30. To'g'ri, bu ham tushadi. Va eng ko'p shuni yuklanib olgan do'stlar, hacker boshqa nomlardan ko'ra mashinaga haqiqiy realistik qurol modlarni qo'shishingiz mumkin. Mana shu yerdan qurol modlarni yuklashingiz bo'ladi. Men qurol modini yuklayman. Men yiqilib tushdim. Betadin menga yordamga keldi. Betadin viruslar, zamburug'lar va bakteriya. Do'stlar, yana tortilyapti. Faqat juda ham ko'p vaqt talab qilsa kerak. Do'stlar, meni o'zi 12 obunachim edi. 16 ga tushib ketdi axir. Nimaga bunday bo'lyapti do'stlar? Axir men sizlar uchun sifatli video, hatto hamma qilayotgan ishlarni ham ko'rsatyapman. Do'stlar, shu kanalga bitta video va like, obuna va obuna kommentariyga ham yozib qo'yinglar. Qanday, hatto men challenge'lar ham qilaman, ya'ni bu bilan sizlar menga shart berasiz, men qilaman. Shunaqa qiyin shartlar bering kommentariyada. Men o'tolmaydigan bo'lsin. Shunaqa qiyin bo'lsin. Endi masalan, hardcore dragon o'lding demasligingiz kerak bo'ladi. Nimaga desangiz, hardcore o'ldirish, endi ba'zi odamlar o'ldirish, endi dragon hardcore o'ldirdim deydi. Afsuski mod bilan, ya'ni bu qanday mod bilan qo'shiladi, ya'ni mod bilan indamaslik, shunaqa modlar qo'shilishi o'zi aniq bilinib turadi. Do'stlar, bu videoda mana sizlar kutasiz. Qancha bo'lsa ham bilmayman, kutasiz. Nima bu tortilmayapti, plis. Men jozibasi bu qolsa kerak. Necha minut kutishimni o'zim ham bilmayman. Xo'sh, men hozir nimaga yuklayman? Kakshda aloqa qilishimizga to'g'ri keladi. Xo'sh, ana bo'ldi, install bosasiz va bu yerda Minecraft qo'yasiz. Do'stlar, iltimos obuna, like, kommentariy yozingiz. Qanday shart bajarishim o'tolmaydi. Faqat hardcore emas, chunki hardcore'da omad yurishmaydi. Faqat mod bilan qisqagina o'ldirishim mumkin, lekin men unaqa modlarni qayerdan topaman? Shunda bir o'ylab ko'ring. Yaxshi, endi qurol modini bir sinaymiz. Men to'xtaylar, birinchi o'zbekcha qilib olay. Inglizcha qilib olay, chetdan qo'yamiz. Bu qurol modini hammangiz ko'rgan bo'lsangiz kerak, o'z pashta. Короче, manba sahibiga kirasiz, bitta manba yurgan bor bo'ladi. Mana aynan dasturni chiqarib qo'yaman, bo'lishyo va kreativ do'qonza va bo'lgan. Do'stlar, faqat bunga aloqasi yo'q. Turbin, alova, ko'z poylagach analar yo'q bo'ladi. Nimaga desangiz, kompyuterga endi qo'shilsa kerak. Telefonlarga unaqa narsa lekin qo'shilmaydi, shuni bilib qo'yinglar. Bilmadim. Balki telefonlarga ham qo'shilardir, men alova. Qaysi anovda bilmayman. Bu modni ichida ya'ni ikkita narsa o'zini narsasiga oladi.
2 kishini o'rnini oladi. Iltimos, obuna bo'ling do'stlar. Obuna, like, obuna, like. Hali bo'lmasam siz bitirishingiz men kompyuter ololmayman do'stlar. Mana men telefon olishimga, ozgina qolib kompyuter olishimga men mana shu yilni tugatib imzolsam kerak. Agar siz juda ko'p obuna bo'lsangiz, nasib bo'lsa men ham shunga yarasha yangi kompyuter olaman. Va nasib bo'lsa bizlar ham mo'jizalanuvchi artefakt serverlarini ochishga harakat qilamiz. Yaxshi. Xo'sh. Birinchi navbatda pilchani qo'shib qo'yamiz. Bo'lmasa pilchasiz ana bitmaydi. Shuning uchun endi pilchani ham baribir pilchasiz bo'lmasa ham endi ketaveradi. Endi o'shuncha o'zim aytayapman-da. Va mana do'stlar qurol modi qo'shilibdi, yaxshi. Men normal tekstga chiqib olay. Va mana bo'laveradi. Va mana do'stlar. Faqat bitta qurol ishlamaydi. Ishlamaydi, aytdim. Men faqat mana shu mod ishlaydi, qurol mod ishlamaydi. Bilmayman, lekin kompyuter sizlarga ishlagan. Xo'sh, normalniy ulg'a, mana yaxshi ko'rgan qurol. Ularlar haqiqiyda bu. Xo'sh, men yaxshi ko'rgan sniper anasan. Do'stlar, bu o'q eng ko'p natijalarni e'lon qilsa, qancha ataklarni olishni bilaman, qolganini bilmayman. Bu pash 10 tadan jon bo'lsa, 2 ta bo'lsa 20, 30 ta jon oladi. Ba'zan lekin 50 ta jon bor, endi nechta bilmayman. 50 dan ko'p bo'lsa kerak, vaqtincha, chunki men ba'zan o'ldirgancha qilsa qiynaman. Lekin shuni bilaman, ya'ni joningiz ko'paytirishni o'rgatgandim, lekin undan 30 ta desangiz 30 ta jon chiqadi va men 30 ta sinab ko'rgandim bir oshnamda va bu juda do'stlar, video yoqqan bo'lsa like va obuna, men sizlardan qurol modini qayda yuklashni o'rgatdim. Sizdan va obuna va like-ni so'rayman. Iltimos qilaman. 17 dan 16 ta qoldi-ku do'stlarim. Bunaqasiga ketmaydi bu turish. Obuna va like. Qani katta, undan keyin yangi videolar chiqishini ko'rish uchun xayr tilab qo'yaman.